Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli qarindoshlar. Men sizlarning qarindoshinglar Nabijon A'la. Bugun yana erkin suhbat programmasi qilay dedik. Bu şekilde mayli YouTube bo'lsin, mayli Facebook bo'lsin, mush ijtimoiy uchur vositalarida mushundaq bevosita mushtaq ko'rintulik, ya'ni videolik şekilde erkin fikir yürgütsek, biraz onun ortaklaşış, görüş ve tarqılış nispeti biraz yukarı oldu iken, hem halkımızga yakından turup bir qarışıp turup degan şekilde bir özümüzün düşüngenini ortaklaşsak yaxshi bo'ladi degan umidda bugun bu programni ishlashni niyat qildim. Allohning izni bilan özümüzün düşüncesi ve egallagan ba'zi bir usulları, ba'zi bir hozirgi turmushimizda ko'rilayotgan hayatımızda dava, Xitoy qarshi norozilik ve mustaqillik erishib berish jarayonida ko'rilayotgan ba'zi masalalarni har birlari bilan ortaklaşishni loyiq topdim. Buni bevositalik men tabiiy shaklida nima bo'lsak shu bunu kiriştirish yoki montajla qilishdan o'tkazmayman, bevosita qilishni loyiq topdim. Biraz tabiiy bo'lsin, sun'iy shakldagi bir narsa o'tirib chiqmasin. Ba'zi bir gap so'zimizda ifodalashda ba'zi bir xatoliklar bo'lishi mumkin, chunki biz inson. Oldin men tayyorlab yezib olib yoki bo'lmasa ma ish bo'ladi, yomoni deyma yoki o'qib birmi yo yodlab birmi deydigan menda unda beynimim yo'q. Biraz tabiiy shaklda fikir bayon qilishni o'zim shuni yoqtiraman. Shu hu degan gaplarimiz biraz jiqraqlab ketib qoldi. Qarindoshlarning to'g'ri tushunishni umid qilaman. Bugungi asosiy maqsadimiz ham qarindoshlar, biz shu sharqi nima Yevropa parlamentining oldidagi nimaga namoyishga bunga qanday shaklda bir xizmat qila olamiz, bu yerdagi namoyishda nimani anglata olamiz, dunyoga nima deya olamiz degan shakldagi tashviqot sohasida jiq narsalarni o'ylashgan bo'ldik qarindoshlarimiz bilan birlikda. Bu tashviqot jarayonida men shuni his qildimki, biz hozir vatanimizning Sharq Turkistonning o'zida 1 million, hamda Xitoyning bizga ba'zi bir oshkorlagan statistika sonliq ma'lumotlarda 1 million Uyg'urning tarbiyalash lageri degan nomdagi lagerda ekanligini, ya'ni 1 millionning har xil shaklda 5 yillik, 10 yillik, 20 yillik, 30 yillik kesilib ketganligidek narsalarning xabarlarini anglab turyapmiz. Mayli vatan ichidan chiqqan bo'lsin, mayli boshqa xalqaro axborot vositalarining yollangan uchurlarida olsun, bu şekildeki narsalarni ko'rib turyapmiz. Ammo qo'limizda mushunga doir qanchalik isbot var, masalan qanchalik ism famila var, masalan 10 ming, 20 ming ya 100 ming yoki 200 ming yoki 500 ming son sifir bormi? Biz hammamiz da'vatimiz mushundaq 1 milyon, 2 milyon adam tutuldu qilindi falan yerdan pulkunchi. To'g'ri, bizning tarafsiz yoki bo'lmasa bizning muxbirlarimiz yoki bo'lmasa xalqaro muxbirlar Sharq Turkistonga kirib xabar ishlash, yana ziyorat qilish yoki bo'lmasa har xil shaklda ish faoliyat olib berish cheklanganlik. Xitoy bunga yo'l qo'ymoqlik. Ammo bunday sharoitning o'zida biz bu uchur manbalarini qanday olamiz? Vatanimiz Sharq Turkiston bilan urug'-tuqqanlar bilan bo'lgan aloqamiz aldığımızdan 3-4 yıl, keynimizden 1 yıldan işip kaldı. Bütünlüğü alaka üzüldü. Bu üzülge alakada hem de Şarkı Türkistan'a bevasıta başka yere telefon urup mu? Telefonumuzda ulaş imkaniyetimiz yok derecede. Xitay telefonunu 3'emigen, yani o sim yolları eniq kengre şekilde boğan bosu mu? Ama o yere bizden telefonunu uruş kanallarımız itvitiklik, yani mening qaysi IP adresi qo'llanib telefon urayotganligimni bilgan Xitoy tajovuzchilari bu shaklda bizning telefonimizda u yerga kirmaydigan yoki bo'lmasa uzoq ilinmaydigan shaklda qilib qo'yaylik. Chunki yumshoq detallar bor unda qilib qo'yish Xitoyning bir davlat bo'lish
hazırki egelgen texnikasi boyunca unchalik ishlarni qila oladi. Onun için bu şekilde bizden uçur iliş ve başka şekilde uçur ne kılışımız teslilatkan bu ahval aslında biz uyadık ki halkımızın zade isim familisi zade qançılık adamның nädiki kaçan tutulgan bu şekildeki insanlarını tizimligini iliş nayetdi teslilatıdı. Ama şahsen men ilep etqavatıdı men üzemnin alaqlaşamayotgan tuqqanlarının isim familisi ularning adresi, ularning resmi, burun alaqamız bağ vaqtida tuqqanlarni seg'inib tushirib olgan rasmlarimiz olsun. Anandan keyin bo'lsa har xil telefon aloqalar asosli uzilib ketdi. Ama ularning rasmi, ism familiyasi, yeshi, ularning turishlik adresi, nerede qachon aloqamizning uzilganligi va yoki şahsen mening berzimde men ota-onamning näligini bilmayman. Ama u aloqalashamagan jo'g'im tutilib ketdi. Mening onamning 76 yosh kiriklik. Puti aciz, yani bir putida şunak o'smisi bo'lib, onam o şunak o'smisiga nima qilib chidab kiriklikda operatsiya qilishga unamay. Endi shu 10 putini so'rab, nerede yurayotganda nima kunni ko'rayotganda degan shaklda yashayapmiz. Ama Xitoyning bizning urug' tuqqanlarimizga, men boshliq hammamizning urug' tuqqanlarimizga ziyonkashlik qilayotganligi aniq. Onun uchun bularning biz ism familiyasi, turishlik o'rni va yoki yo'qolgan vaqti, aloqamiz uzilgan vaqtini 2017-4-yildan keyin hammasini lagerda desek aşırı etken bulmayımız qarindoshlar. Vatandan chiqayotgan yani Facebook'daki mayli Qashqar olsun, mayli Urumchi olsun, mayli başka şehirdeki insanların qanchalik insanlar borligini ko'rib turibmiz. Qanchalik insanlarning ko'ch-ko'ylarga patmayotgan tijorat bilan har xil halol emgak bilan shug'ullanib oilasini boqayotgan qarindoshlarimizdan halol emgak qilish imkoniyatining mərhum qılıb yığılış lagirdiki aşu ataqdiki tərbiyələş degan namda yığılıb biçarlarını qiyin qıstaq elib hər xil xurluq bilan ruhi zərbi bilan cismini ruhini ço nabut qılıbatqanlığıdaki Xitay təcavüzlərinin bu haqiqat və reallik bununla göz yumamayız. Onun için bu nəslərdən çoğu biz muhaciretdeki qarindoshlar muhaciretdeki hammamiz o'zimizning urug' tuqqan, qo'lim qo'shna, qarindosh va yoki shu shahrimizda yashagan yerdagi qarindoshlarimizning ism familiyasini ishonmat deganda ularning ma'lum qisman uchurlarini biz bilamiz. Bularni hammamiz ta'minlasak bo'ladi. Taxminan biz mayli nimaning sirtida muhaciret hayotimizda hozir dunyoning har qaysi yerlaridan bo'lib 300 ming Uyg'ur dunyoning har qaysi yerlarida vatandan yangi chiqqan bo'lib 300 ming Uyg'ur yashayapmiz qarindoshlar. Bu 300 ming Uyg'urdan birdan ailemizden hech kimning tutilmadi diyemeymiz. Hattoki ba'zi ailelerden bir emas, türkümler bir aile bıraklam kirkitib olganligi. Ballının narisida ballının maktab ichidagi kichik yesidagi ballının talada qilayotganligi. O qo'shni xulumlar kirib ketmagan bo'lsa, qo'shni xulumlari akirib balllarning orasida beqiyotganligi bo'lmasa, balllarning cho och yalang'och talada qilayotganligidek bu xabarni anglayotimiz qarindoshlar. Mushunda ahvol ostida 300 ming 400 ming odamdan bizdan sanab bersak 300 ming odamning sonini tizimligini deb beraylik. Ammo biz buni deyolmayapmiz. Buni deyolmaslikka bizga nima sabab bo'layotdi? Xitoydan qo'rquv virusimi badanimizdagi ve yoki biz boshqa narsani o'ylayotgandik. Yoki bo'lmasa bu pash qilish, zolimlarga qarshi turish, Xitoy tajovuzchilarini bu abdi bashirisini yani mening tuqqunimni tutib oldi deyish shariatda to'salg'isi bormi? Qur'onda bunda demang, o'zingizga oshkorlasangiz bo'lmaydi degan bir bormi oyat hadis bormi? Unda yo'q, olimlarimiz ichib beryapti. Zolimlarning qo'lini tutup zulmünü toxtat deb Dünya İbrahim Damallamның təbliğida bu nəsi aniq şəkildə oturup qoyuldu qarindoshlar. Demek alimlerimiz bu hadis ayetlerini
zalimga qarshi, zulmga qarshi nima deyishimizni, qanday harakat qo'llanishimizni, payg'ambar alayhissalomning qanday ish harakat ilib borganligidek shu dinimizde söylengen noktalarını sözlep beriyapti. Kur'an hadislerden ayet hadis keltirip bunani şerhlep köstüp beriyapti. Endi bunu biz tushunish, uni tafakkur qilish, uni cho zalimning mushadiki biz Allah bizga mushu ne'matni berib, siz bilan bizni chet elga chiqadi. Allohning ne'mati bo'lmagan bo'lsa, siz bilan biz teha jur'at yo'q ashada. Allah bizim işe maqsadlik chiqadi qarindoshlar. Etendan sirtiga, xotirjam hayotga bizni maqsadga o'rlashtirdi. Mush bandani mushda o'rlashtirsa, mush nima qiladi, qanday qila deganni biladi. Allah bizning nima ish qilmoqchi bo'lganligimizni. Oldin bilguchi bo'lgan sifati bilan biladi bizning. Ammo biz bilmaymiz. Biz Allah'a qanday şekilde yüzleşimizni, qanday şekilde qo'lchilik qilishimizni bilmay yashayapmiz. Biz dinimizni toza yaxshi tushunmayapmiz qarindoshlar. Olimlarimiz tushuntirib beryapti, ammo biz yaxshi tushunmayapmiz. Biz o'zimizga aldayapmiz. Men işte aldayım. Üzümüz aldayapmiz biz. Çünkü men deb qo'ysam, aşağıdaki urug' tuqqanlarimga ziyon zahmat yetami? Turmidikini sening tuqqaning chet elda turib seni fosh qilibdi, ya'ni seni oshkorlabdi. Unda sen oshkorlagandan mana deb tazkaltek bilan uramo degan narsani kallamizga ekilyapmiz qarindoshlar. Qarindoshlar, biz shuni o'ylamayapmiz. Ma Xitoy tajovuzchilari bizning chet elga chiqayotganligimiz yoki chet elda bir da'vo, mustaqillik da'vosini qo'llaganligimiz yoki mustaqillik tarafdori bo'lib bu da'voga qo'shilganligimiz yoki shu mustaqil bo'laman deb dunyoga jakarlaganligimizdan emas. Jazolayotmaydi ularni. Bu Xitoy tajovuzchilari 68 yil oldi. Biz tug'ilmagandan tortib bizning zaminimizgacha kirib bo'lgan, zaminimizni dafsanda qilib bo'lgan, zaminimizni ishg'ol qilib bo'lgan, boyligimizni ap bo'lgan, o'g'irlab 68 ning yog'i o'g'irlab setib hajlayotdi qarindoshlar. Buningga biz hech nima demadik. Hech nima demay bo'pti, mushum o'zining Allohning bergan rizqida mushum koinotning Allohning rizqini tepib yeydi. Dedik, gap qilmadik. Amma u 68 ning yog'i qilayotganiga gap qilmadi. Lekin biz zulmni oshkorlag'achqa, tuqqanim anda olamdiki, manda olamdiki degandicho o'zimizga to'saq qilib mamingimizga yo'q mani desam bo'lmaydi. Yo'q desam bo'lmaydi deb o'zimizning Xitoy tajovuzlaridan qo'rqayotganligimizni, o'zimizning ashi bicharini ular biz demasakmi zaten uning qo'lida Xitoyning qo'lida ular nima ish qilamasa qilig'liqqa u vatandagi askari bilan soqchisi bilan u tutqini yetmagandek uyimizdan tutib achkitib lager degan yerga yig'ilib shu yerda xo'rlayotdi ya. Kollektiv shaklda xo'rlayotdi ya. Biz kollektiv shaklda qarshi turolmagandik, kollektiv shaklda ezilyapmiz ya qarindoshlar. Zulm chekyapmiz endi biz. Zulm tortyapmiz qarindoshlar. Ota-onamiz, urug' tuqqan qarindoshlarimiz hey, şu fırsatni nimish qo'ldan berib qo'ygandimi? Shu bir imkoniyatim bor vaqtida, shu iqtisodim bor vaqtida hech bo'lgan bo'lsam-chi, shundan musodiralab ketkichi bir 10 mujohid qurol olib berib etgan bo'lsam, 10 bir 100 million dollarni chet elga bir yerga yotqizib etgan bo'lsam, shuning foydasini shu xalqim hozir mening shunda beshim kun ishgan vaqtida shatdi shu yerdan elib chiqib qilgan bo'lsa, qanday olib ketadi? Hep acep bir Xitoyni bir gachchitib pichoq silib etmem degan mana shu biqini qilam. Endi pichoqni tortib olganda qanday qilaman? Pichoqni tortib oldi, o'zimni tortib oldi-ku. Turib davatida qarindoshlar, abjar qarindoshlarimiz. Pushaymon qilyapti. Ammo siz bilan biz mushayda oshkorlaydigan Xitoygacha mening tuqqanimni, mening onam Tojikul zulmni tutib oldi, 76 yoshlik bir qari onani tutib oldi. Ma anamni qo'yib Xitoy tajovuzlari diyammayapmiz. Biz diyammayapmiz qarindoshlar. Voy shuni diyamasangiz mayli ism tizimligini bering, biz shu ism tizimligini biz Belgiyaga berilma, Yevropaga
Bir tariximizni bir yig'ilib qilyapmiz. Biz shu yerga berib bizning bara oladigan biz vakil bo'lib baramaydigan qarindoshlarga 5000 qarindoshimiz bor ekanmiz. Shu 5000 qarindoshimiz 5000 odamning ismini yo 50000 odamning ismini shu yerga berib bu bergan bilan ular qutulib ketishi notayin. Lekin bizning qila oladigan ishimiz shuki. Hozirgi biz qila oladigan ishimiz tashviqotda Xitoyga zarba bera oladi ekanmiz. Teşviqat degan bu quroldan foydalanib, axborot vositalaridan foydalanib Xitoyga zarba berdi ekanmiz. Xitoyning chavusini chitqi yoydi ekanmiz. Xitoyning zulmini dunyoga jakarlaydi ekanmiz da'vatimiz qarindoshlar. Biz ayada 5000 odam ovozimizni bir yerga to'plab turib, "Ey Xitoy tajovuzchilari, zulmingni to'xtat!" deymiz. Xalqarog'imi deymiz. "Ma zulmini to'xtatsin, bo'lmasa men uchamni olaman" deymiz. Damdiq nimamda qarindoshlar. Biz shuning uchun tayyor qilib ketib boramiz. Müşahede deydigan yerde biz axborot bütün Yevropaning, bütün dünyanın axborot vositalarini bir yerga to'plab, Xitoy tajovuzlariga mana mushunda qilyapti-da, men 5-10 ming odamning tizimiga mana men kelgan men vakilning har birimizning bir ishkini tuqunayadi. Mani sizlar berib tekshiringlar. Mana men dalil paket demamdi, muxbir deganga qaylanglar. Men muxbirlikni, men xabarchilikni qilayotgan qarindoshlarimiz biladi. Bir xabarning uchuri bo'lish kerak. Masalan, Sharq Turkistonning Qarmay degan shahrida 10 ming odam tutuluqliq degan bo'lsak, 10 ming odam nada? Qarmay shahrining 2 yerda kampi bor. Qarmay ishchilar texnikum degan bir yerda bir kampi bor. Jaranbuloqda bir lager bor. Qarmay shahri ichida tutib turish o'rni degan turmining yenda yana bir cho'ng kampi bor. 3 yerda kampini men bilaman. Mushaga beringlar. Adresi ma. Miyada manda adam bor deb men shuni ta'minlab bera olasam bo'ladi. Shuni yozgan muxbir, unda men oldim ma uchuringizni. U yerda kim bor ismini onamnizdan. Anam Tajigul Zunun degan bir 76 yoshlik bir mo'may bor. Xitoychada so'zlab beraydi sizga. Bering ash ayolni ziyorat qiling. Deyalasam bo'ladi men. Degandiga unda Qarmayning Qarmay shaharlik janubiy qurilish malisi 20-bino 11-uydagi Tajigul Zunun degan xotin bormi yo'qmi? deb muxbir boradi. Borgandikan anam yo'q bo'lsa, men xotinni nega bordinglar? Demdi demamda. Nega privatdan men xotin hayotgan tuqqo? O'ttirib etgan bo'lsangiz qabrisini ko'rsating, men qabrisini rasmini tortib ketay, men xotin uylab qolibdi deb ketay deydi. Biz hammamiz shunda deb beralganda, muxbir qo'liga uchurni bergan vaqtimizda muxbir uchuriga asosan oyoq berib bizni ziyorat qiladi qarindoshlar. Biz ish bo'lmadi deganda vataniga askar kirgizishdan burun muxbirni o'zini kirgizib boqaylik. Bu kirgizalaydigan qurolimiz bu bizniki hozir. Biz axborot vositasida kun tartib qilib bütün Xitoyg'imish, bütün dunyodagi mayli inglizcha, mayli arabcha, mayli dunyoning cho'ng-cho'ng tillaridagi cho'ng-cho'ng axborotlarni harakatlantirib zarba berib qo'yaylik ana. Xitoy bayonotlarimiz qo'lqimni kesib o'taman. Xitoyga bayonot bergizadigan biz dalil isbotlash kerak. Bir Nabijonning o'tirib chiqqani yetmaydi qarindoshlar. Bu Nabijon o'zining da'vosini qilayotgan o'xshaydi deydi. Bir dunyo Uyg'ur kulturi tashkiloti, bir dunyo Uyg'ur kulturi bir kichikgina tashkilot, bir 10-15 odam bor, bu 1,5 odamni qilyapti deydi. Ma bütün muajiratlik umumiy qarindoshlar 50-60 ming chiqsak, bu da'vo kimning bo'ladi? Hammamizning umumatan bo'ladi. Xitoy bir uchun qilayotgan narsani taktikada siz bilan bizga WhatsAppdan, Ündidardan puchur berib, jimotasingiz bo'ladi, atangiz bizning qo'limizda. Bo'lmasa o'zingiz ziyon tortib qolsangiz desa, shuklashib kelsak bo'lmaydi. Zaten uning qo'lida atanimiz görüydi. Urug' tuqqanlarimiz görüydi. Uni qanday qilib o'timiz desa, Xitoy qilib o'taydigan sharoitning egida. Chunki uning gelidi pichoq, mingisiga tapanch tanglanglik. Uni qanday aytib o'timiz etib o'tmaydi. Siz bilan biz etib o'tasiz, nima etib o'tamiz dalamdoq. Dalaydigan yerdimi? Qurolimiz bormi bizning hozir? Yo'q qarindoshlar. Buning uchun hozir bizning qilalaydigan bizning imkoniyatimiz nima? Bizning kuchimiz nima? Biz qanday qarshi tura olamiz buningga? Biz bu Xitoyni qanday xalq olam oldida mushunda shaklda mush Uyg'urning hozirgi ko'rayotgan kuniga nisbatan-cho mana oshkorlashga, mana shu yerga tarafsiz tashkilotlarni kirgizishga, tarafsiz muxbirlarni kirgizishga vatanga harakat qilishimiz kerak. Bizning bu qila oladigan ishimiz bu. Mayli
Qaysimizning imkoni mayli YouTube chiqib deyli, mayli Facebookning naq maydon kanalidan berili, mayli bizning shu muajiratda qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Kim chiqimimiz qarshi oldi? Mesela Hüseyin Tecelli'nin olsun, Ahmet Bidayı'nın olsun, o'zining shaxsiy kanalları var. Aynen Türkiye'de İstanbul İstiqlal televiziyasımız yo turibdi. Kim kelsa qarshi oldimiz mana dadini anlatyapsın mana studiyalar uchuq turadi deb da'vat qilib qarindosh. Hech kimga cheklama qo'ymoqlik. Berib shu yerda anlatsak bo'ladi. Bu zulmni hammamiz ko'rayotgandikan, zaten bu zulmni anlatsak anandan keyin boshqani qayli qila olmaymiz. U biz zulmni o'zimiz anlatib bermay, o'zimiz baqulimizni isbotlaymiz deb bermay, kimning ichki a'zosini o'g'irlab setyapti deganda mushtabda kun tartibga kelib da'vatimiz bir doktorimiz da'vatida bir Angliyada Anvar doktor deb bir doktor emas. Uningdan boshqa odam chiqib, mening matuqunimning nimasini men bilaman. İçki a'zosini ilib olganda turmada palonchi vaqtida qimanchining manchi kuni o'ttirib etgan manchi yoshda manda deb tutgan keyin akirib manda deb jestini bizga bermay kunbatdi. Jestini bizga bermay kunbatganning hammasini nimba içki a'zosini o'g'irlaganlik bor qardoshlar. Chunki u içki a'zosini o'g'irlaganlikda badanda tikkan iz ko'rinib qoladi. Uning uchun uni ko'rmasin deb shuni bizga bermay kun bütüdü qarindoshlar. Şuna bizning turmadagi siyosiy jinoyat shaklik deb ilib kirgan qarindoshlarimiz olsun, mayli ijtimoiy olsun, qaysining qon tipi badandagi shu a'zolari pulga yarab qolgan bo'lsa, uni yeshimi deb bilan boshqa bir ma'noni o'ydirib chiqib bilan jurabigan seni talomatligini betishib qiynalib betga ko'rib baxsin deb opirib bilan mas qilib bilan uning ishki a'zolarini o'g'irlab anandan ikkinchi bir neçə saat ölüdü. Börkünün işkiliyi börkünü ele bakpaqsın neçə saat ölü dedi. Şuna tirik ötürüp atqan onda qarindoshlarimiz nurg'on. Şu qarindoshlarımızın ismini, qachon, qayerda shunda bo'lgan, hiç olmagan yil tarixini, ay kunini deb beralsak, qaysi yerda kunbatganligini deb beralsak, qo'limizda boshqa bir elib olgan yoki qabrining olsun, yoki bo'lmasa qanday tipdagi o'z yil ay kunini deyotgan bek aniq dalil isbot yo'q. Chunki hozir Xitoy butun nima dedi qabiyam, butun telefonda uchiruda bizning Sharq Turkiston bilan bo'lgan aloqamizni, hamma nimamizni qamal qilinglar. U yerdan hatto ayni odammi chiqanmoqlar qarindoshlar. Odammi chiqanmoqlar. Butun Xitoy hozir Turkiyada berib, aşağıda Türk tijoratchilarining iqomat elib turayotgan tijoratchilarning iqomatini o'tkazib o'tib, shu iqomatni o'tab ketibdi desen, chegirdan chiqitsa majburiy chiqarayotgan yaqinda shu Turkiyaning ma'lum shahriga inib kelayotgan tijoratchilarni anidoq 7-8 yil yaxshi tijorat qilib, pul tepayotgan tijoratchilarni haydib etishlik sabab nima? Hattoki ayoli Uyg'ur bo'lgan shu turk tijoratchilarini ayolini lagerga yig'ib olib, bolalari yetim qolgan, o'zlari turk vatandoshi bo'lganligi uchun ham inib kelgan xabarni ko'ryapmiz qarindoshlar. Demak, u yerdagi buningdan keyingi bo'ladigan ahvollar ig'ir qarindoshlar. Ma bizga buningdan keyingi bo'ladigan mana desam nabijam yaman bir yamanlıqını tilaydiga deb qolmoqlar. Chunki biz Xitoyning nima ish qilmoqchi bo'lganligini bilaylik biz. Allohning izni bilan juma. Xitoy butun Uyg'urni yo'q qilib yetma, o'ttirib tugitma, kallasi mingisi juyilgan, Xitoylashgan, osmonotda bo'lib zodi bizga o'xshab ketgandan ismini o'zgartirib etgan, tilini o'zgarib ketgan, dindan chiqib ketgan, u bu bo'lgandan boshqaning hammani o'ttirib tugitma deylik. Bizning hamma qarindoshlarimiz shu Xitoy degandek osmonotda bo'lib ketamda, bo'lib ketmagandan hammani o'ttirib o'tma degan. O'ttirib da 2020 bütün Xitoylashtirilish maktabini. Hozir bolalarimiz ne? Bizning aşağıda qolgan shu yetim yesir ko'chada qolgan u bu qolgan bolalarimizni hammani Xitoylashtirib, uning uchun ya Xitoy bo'lib chiqdi, ya Uyg'urga tava emas, ya Xitoyga tava emas, ya tilni bilmaydigan bir gachili chiqdi. Ashta gachilashtirib o'tish. Unda gachilashgan, unda eliqi
Hech demesi anqiramaydigan odamni Xitoy boshqarmoq yomon oson qarindoshlar. Ularni o'ziga saplama Xitoy ichida o'tirib tugitdi qarindoshlar. Onun uchun bizga kelayotgan zulm, bizga kelayotgan bu ichinish holatini to'g'ri tushunishimiz, buning uchun biz hozirdan boshlab o'zimizning imkoniyati yetgan darajada buningga qarshilik ko'rsatishimiz kerak. Bizdagi eng hozir o'ylashayotgan cho'qim chegaraga berib qo'limiz qurolni ilib bilan kelgan Xitoyni etib vatanga besib kirish emas. Uningga sharoit va fursatlarni kutishimiz kerak. Tayyorlik qilishimiz kerak. Onundan burun qiladigan bu teşviqatdagi jonni qamlashtirib qilamisak, yoki biz o'zimizning maqsad muddasini izlayotganligimizni dunyoga jakorlab beramisak, 4 muxbir kelib, qaysi ziyorat kilsa, qaysining bir ichki a'zoni o'g'irlab oldi da'vatsa, mening ota-onam kampida da'vatsa, undan qachon tutildi, qanday bo'ldi, men kelib ziyorat qilay, mening o'tirib chiqim. Yo'q, men chiqsam bo'lmaydi. Men chiqsam bo'lmaydi. Nima ish bo'lmaydi qardoshim, siz chiqsangiz? Siz Uyg'urcha gap qilsangiz, uning boshqa tilda tarjimonlari bor, muxbirlarning o'zlari tarjima qilib oladi. Siz ravon o'zingizning tilda manda bo'lgan deb savolga qarata javob bersangiz bo'ldi. Bizda yolg'onchilik yo'q. Biz yolg'on gapni demaymiz. Bizning qilayotgan davorimiz haq. Haq qo'g'achqa Xitoy hech kimni kirgizmaydi. Ayolga odamning hammani kampuga solib bordi. Ayolga odamning hammani tirik tugizib ichki o'rganlarini elayotdi. Bizning haq qo'g'achqa. Agar Xitoyning haqqi bo'lsa, unda qimmat sultiya. Qo'yib bersa sultiya uni. Nima ish tutqun qiladiz Xitoy tajovuzchilarini? Ularni nima ish qo'ytirmoqchi? Chunki u yerdagi xalqning avli musulmon bo'lganligi, u yerdagi tuproqning jug'rofiyalik, alaylik, strategik nuqtasining muhim bo'lganligi, u yerdagi muhim bo'lganligi, u yerdagi insonlarning shu strategik planiga Xitoyning manfaatiga daxl tarziga uchratmaslik, u yerga jiq mablag' silib, u yerga jiq ishlarni qilayotgandan keyin, agar mayli turma yo'lda bo'lsin, mayli tosh yo'lda bo'lsin, mayli bexatar asosida bir yo'l liniyadan chataq chiqib qolib qolsa, Xitoy vayron bo'ladi. Shuning uchun shu yana chataq chiqarishga omil bo'lgan, eng asosli kuch bo'lgan, shu yerning tuproqning xo'jasi bo'lgan Sharq Turkiston xalqini yo'q qilib o'tish kerak. Shuning uchun avval Uyg'urni yo'q qildi, endi qozoqni yo'q qilyapti. Anondan keyin qirg'iz keladi, o'zbek keladi. Garchi ularning soni oz bo'lsa-mu, ularga ham soni ozdi, mana ayab qo'yay demaydi Xitoy. Bugun Uyg'urning ko'ygan kunini qozoq ko'ydi, qirg'iz ko'ydi, boshqa musulmonlar ashadikilar, asonliq millat deganlar ko'ryapti. Endi-chi, agar mush kunni Rast deb deb qolsalar, qarindoshlar, bizning 68ning oldida Mamtimin Bug'ronining yozgan gapi bugun ko'ryapmiz. Shuning degan tarixning yakunini bugun ko'ryapmiz. Xitoy tajovuzchilari kim mushu tajovuzchilikqa qarshi, mushularni o'zimizning tuprog'iga o'zimiz xo'joladigan, o'zimiz idora qiladigan, o'zimiz shu yerda o'zimiz boshqaradigan, o'zimizning rais, o'zimizdan chiqadigan, o'zimiz xo'joladigan ish qilmasak, boshqalarning tajovuzligi tug'an hech qanday millatchi o o'zining erkin huquqiga kapolatlik qilolmaydi qardoshlar. Shuning uchun bizning jamoat arboblarimizdan Abduqodir Yapchan 10 yilning yog'imish Xitoy tajovuzchilarining abtibashirisini, Xitoy tajovuzchilarining hilmikirini, Xitoy tajovuzchilarining siyosatini pash qilib keldi. Shu odam bosh so'z degan vaqtda, "Va, kechki Xitoy tanlagan adashganman" dedik. Endi biz to'lib yetgandan keyin mushidan bo'lgan bo'lsa ekan. Ajab yaxshi deb ketdi. Xitoyni obdan tillaydigan odam ketdi. Mushidan ketdi. Qaysimiz Xitoyning shunchalik abtibashirisini ichib biralatimiz? Qaysimiz shunchalik bir Xitoyga qarshi nafratimizni bildiryapmiz? U adam aramizdan arilganti anadagi qadriga yetyapmiz. Shu adam bo'sa bo'pti-ki, mush odamning degan gapi to'g'ri ekan deyapmiz. Shuning uchun qarindoshlar, bu yerda bizning mayli jamoat arboblarimiz bo'lsin, mayli bizning oldin o'tgan Cumhuriyet qurgan raislarimiz bo'lsin, bularning qurgan Cumhuriyeti, bularning tutqayli to'g'ri bo'lishqa biz bu ikki Cumhuriyetimizni naydi ko'z qarshimizda asrishimiz va buni cho'qim asli keltirish uchun tirishimiz kerak. Agar bu Cumhuriyetimiz asli kelmaydi-ki, biz mangu qulluqdan, mangu shunday
sersançılıktan mengü muşta hayatımızı kapalet gibi yaşayımız kardeşler. Bizning avlodlarimiz dunyoning har yerida yashayotidi, tug'ilib cho'nglayotidi. Agar biz o'zimizning vaqtida vatanimizga qaytib shu yerda vatanimizni asliga keltirib qilmasak, farzandlarimizdan ayrilib qolamiz. Farzandlarimiz jamoatga chiqqandan keyin o Uyg'ur tili yana birimiz qilib qoladi qarindoshlar. Uning hayoti shu yashagan yeriga yarasha bo'ladi. Uni biz anda qilib, bunda qilib deganlar tas qarindoshlar saqlab qolamaymiz. Chunki biz kollektif cemaat olarak yaşaştın mahrum. Yani meyli Türkiye'de olsun, meyli Nimiyye'de olsun, Avrupa'nın her yerlerde olsun biz tarkak şekilde yaşavatımız kardeşler. Bunda oğan ki bizden keyinki perzentlerimizden biz ne? Vatanını ele alalaydı, vatanını azat kılalaydı diyen ümidimiz naitti tümen. Biz kılanmagan, biz azat kılanmagan vatanını biz perzentlerimizden küssek o vaxtda da bu bir xiyal olab qalır deb qarayman men. Onun için biz perzentlerimizni kuchaytirishimiz, perzentlerimizni har xil diniy, ilm, fan jihatlarda qurollantirishimiz, ularni shu o'zining tarixini biladigan, o'zining vataniga ish qiladigan qilib tarbiyalashimiz zarur. Ammo shu vatanni apamay turib biz ketib qolib qolsak, bu bolalar kin ilib nima qilishi biroz tezki to'xtaydi. Shuning uchun o'zimizdagi vazifaning nima ekanligini, bu vatanni elish uchun biz qanday qilishimiz kerakligini, biz muajirat hayotida hozirgi biz kelayotgan xavfning nima ekanligini, Xitoy tajovuzlarining bizning nima qilmoqchi bo'lganligini aniq tunishimiz kerak. Yo'qdi o'tma deylar qarindoshlar. Ammo yo'qtanmaydi. Xitoymi deylik? Bizni hozir so'rayotgan shu Xi Jinping olsun, Chen Quango bo'lsin, Wang Laochuan bo'lsin, bular deglik sizlarni biz hozir sizlar yo'qtanmaysizlar bizni. Bizni balkim keyingi avlodlarimizda sizlarning avlodlaringlar yoki bo'lmasa boshqa shaklda bir yo'qlab ketishimiz mumkin, ammo sizlar qilolmaysizlar deglik. Xitoy shunda xotirjam bo'ldik. Onun uchun biz qila olishimiz kerak deb o'zimizga avval ishonishimiz kerak. Allah bizga bu bergan bu fursatni to'g'ri, Allah bizdan sen nima uchun Sharq Turkistonni azod qilmading Nabija Allah deb menda undan so'ramaslik mumkin. Lekin sen Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun sening o'sha yerda dining depsanda bo'layotidi Sharq Turkistonda. Masjidlar chiqilyotidi, musulmonlar turkumlab turmaga tashlanyotidi, shahid qilinyotidi. Sen shularning uchun sen nima ish qilib beralding? Men seni Yevropaning Shvetsiyaga o'rlashtirgandim, sen nima ish qilding deb mendan buni so'raydi. Men bunga javob bera olishim kerak. Men javob bera olganda, anandiki men yuzim Allohning oldiga yo'riq boradi. Agar men mushu yerda turib bunga javob berishni bilmasam, dunyo va oxirat xarob bo'laman. Mening o qilgan boshqa ishlarim, topgan pulim, o mening o yashashim, o sapava, ya'ni biz degan nolga teng bo'ladi. Chunki mening ota-onam, urug' tuqqanlarim shu yerda zulm chekib turib, men bu yerda xotirjam turmush kechirganimning o'zi bir harom. Shuning uchun biz hammamiz o'zimiz qila oladigan ish ustida tafakkur qilishimiz kerak. Men nima ish qila olayman vatanim uchun? Men nima deb chiqdim? Men nima qilishim kerakdi? Men nima qila olayman? Qo'limdan nima keladi mening? Hiqsat kelamdi yo 10 tanga berish? Ya vaqtim chiqamdi mening tashviqotga bir qilgan narsani o'zim taqib qo'yish vaqt men kelamdi mening. Yoki bir munofiqni oshkorlash kelamdi dalil isbot bilan. Yoki Xitoy tajovuzlarini tillash kelamdi qo'limdan. Men nima ish qila olayman? Men chuqur qila oladigan ishimni qilishim kerak. Mening qila oladigan ishim nima? Mening ortiqchiligim nima? Allah menga nima ortiqchilik berdi? Deb o'zimiz bir bilishimiz kerak. Avval o'zimizni tushunishimiz kerak. Anandan keyin qilmoqchi bo'lgan ishimizni tushunishimiz kerak. Shuni deb qo'yaylik qarindoshlar. Bizning sababimizdan tuqqanlar izlimidi? Xitoy tajovuzlarining vatanimizni ishg'ol qilganligi uchun, vatanimizga kirib bizni bulantalanganligi uchun hozirgi navbatda bizning jinimizga keldi mana. Biz mal mulkimizdan kechdik, zamindan kechdik, hammanimizdan kechdik. Xitoy bunga rozi bo'lmadi. Endi sen sen ölüşün kerak deylik. Şunun için bu tallaşda men ölmeyme, men öttüremeyse, men seni öttürme.
Men Xitoy tajovuzchilarining hammani vatandan qo'g'lab chiqarman deydigan hammamizda shu idora ruh tiklanish kerak. Biz mustaqillik uchun Sharq Turkistonning mustaqillik Sharq Turkiston Cumhuriyetini asli keltirmay deydigan ruh bo'lish kerak. Shuning bo'yicha harakat qilishimiz kerak. Ya'ni avtonomiya, bizning taqdirimizni belgilash, bo degan gapni tashlash kerak. Biz chuqur vatanimni mustaqilman Sharq Turkiston mustaqillik qurib, Sharq Turkistonning Cumhuriyeti shu yerda asli keladi, Sharq Turkistonning hukumati o'sha yerda quriladi, Sharq Turkistonning raisi shu xalq saylab chiqadi. Ammo men o'zimning tegishli hassini qo'shiman buning uchun. Men nima ish qila olayman degan narsada hammamiz izlanib buning uchun harakat qilishimiz kerak qarindoshlar. Shuning uchun qarindoshlar, gapimiz uzrab ketib qoldi. Asli yarim soat ichida kontrol qilay degan 5 minut ishib ketib qopti. Shuning uchun hamda hozir masalan muxbirlar bundan keyingi davorimizda ziyorat qildigan har xil dunyoning axborot vositalari harakat qilishi mumkin. Bununla mayli kelgan vaqtimizda, mayli o'zimizning turishliq davlatida, mayli Yevropadagi qarindoshlarimizni o'tgan Gollandiyadan Abduslam mushundaq telefon urib, Xitoydan WhatsAppda yundadarda mushundaq turishliq o'rningni va rasmingni va idorangdagi rasmingni va oila birga tushgan rasmingni va degan shaklda talab qilinayotganligi, bu talabga ba'zi qarindoshlarimiz moslashayotganligi, ba'zilarimizning sukut turayotganligi oshkorlanmaganligi to'g'riliq bir murojaatni qildi. Ham Gollandiya hukumatimi buning uchun muxbirlarni, tashkilot muxbirlarining ziyoratini qabul qilsa, meni bunday qilgan deganni shu ular yoki yezliqlik qiladi, yo ovozlik qiladi, yo undidarda uchur vositalarida qiladi shu xabarni, boshqa narsada bizga nima qilmaydi qarindoshlar. Shuning uchun bu narsalarda cho'qim moslashishimiz kerak. Agar meni bilmaydi, mening unmamni tekshirmaydi, yoki bo'lmasa mening deganimni masaj qilishni bilmaydi, mana sukut ichida tuyib ketadi desangiz, bu to'g'ri bo'lmaydi. Chunki har bir davlatning qaranliq qarindoshlar, bu hammamiz bilamiz. Bu mayli undidardagi olsun, mayli WhatsApp olsun, mayli bu Tor bilan bo'ladi. Tor degan bir kabul yoki bir sim orqali ulingan bo'ladi. Bu har bir davlatning o'zining pochta telegraf idoralari bo'ldi. Bu har qanday uchur shu davlatning pochta telegraf idorasiga kirib, undan keyin sizning telefonlaringizga uchur boradi. Demak, bir nusxasi davlatning shu pochta telegraf baş aparatida saqlanib mağdı. Siz kirgan her bir uçur. Shuning uchun siz manga kirgan uchurni bilinmaydi. Men oshkorlamasam oshkorlamaydi deb qilma. Siz bilan manga panal bergan bu Yevropa davlatlari, hukumat siz bilan mening nima ish qilganligimni biladi. Chunki hozirgi uchur vositalarida tashkilotlar mayli telefoningizda olsun. Ya telefoningizga keladi yoki sizning shaxsiy uyga kelgan shu Tor liniyangizning hammamizning IP adresi ayrım. Ama şu IP adresimizni hammamiznikini tekshirish nachayin. Shu Uyg'urniki bir IP adresi bir tekshiraylik deb bunday tekshirsa sizning chiqadi. Sizning kim bilan aloqalashganingiz, nereden kelganligingiz, nereden uchur kelganligingiz hammasi chiqadi qarindoshlar. Shuning uchun o'zimiz aldamaylik. Hukumatlar balkim siz bilan bizga bir fursat berishi mumkin. Mana panaliq bergan ma o'zini oshkorlamdi yoki Xitoydan kelayotgan tahdidni. Chunki mayli Shvetsiyada olsun nurg'un jasuslar oshkorlandi qarindoshlar. Aynan tungi xabardami Shvetsiyada jasuslik qilayotgan bir Tibetning oshkorlanganini 140 kishining turishlik adresi va ba'zi shaxsiy uchurlarini ta'minlaganlik narsa oshkor bo'ldi bizning Shvetsiyaning axborotida qarindoshlar. Demak nima deganda siz bilan mening nima ish qilayotganligimni tepish unchalik qiyin emas. Chunki siz bilan menga kelayotgan u uchurning eng beshi mush davlatning o'zining qo'lida. Shuning uchun mening uchurimni hech kim ko'rmaydi, Xitoy voy ko'rmaydi, bilinmaydi deb ishinib ketmang. Xitoyga ham shu siz bergan shu uchur bilan ta'minlagan uchurni qilib sizni qarlaydi, ham sizni qismoqqa oladi. Menga manda narsani ta'minlagan, shunga bu bizning adabimizda deb sizni ham vatanga boramaydigan, hem şu turayotgan davlatingiz uchun sağlam bir puhra bo'lolmaydigan darajada qilib qo'ydi. Shuning uchun biz har qachon o'zimizning vijdoniga, iymoniga xilof ishni qilmaylik. Bizga kelayotgan tahdidning sababidan
Emas, Xitayning shu tahdidni shakllantirib atganligidek ishni avval bilayli. O'zimizdan ko'mayli. Men mani davo qilib dikenman, men kameraga chiqib dikenman, men videoda so'zlab dikenman, ma sababdan manda bo'ldi emas. Ma Xitoy tajovuzchilari mening tuqqanlarimni go'rga olganligim, mening hayot yashashimga, hayotimning normal yashashiga kapolatlik tahdid qilganligi uchun men ma kunni ko'ryapman. Men ma zulmni mush Xitoy tajovuzchilariga qarshi turmaganligimdan ben Xitay təcavüzçülüğü sükut tuğanlığımdan körəvatıma degan nərsini unutmayla qarindaşlar. Bu həmmisi bizning sükut tuğanlığımızın nəticəsi. Men şunda rahat iş qila alayman. Men gerçi şu yerdə tuqqanlarımız zulm kelişini men bilmə, zulm kilavatqanlığını bilmə. Amma men Allahqa men muş üzəmnin qilavatqan işidin ço Mujina her birinligi dokulat qilgandek Allohning ikki farishtas orqali mening qilayotgan ishlarimni cho vaqti-vaqtida yezyapti, biladi. Shunga men Allohga va cho o'zimning iymoni vijdoniga xilof ishni qilmay shu shaklda yashashga tirishib gerçi mening beshim va urug' tuqqanlarimning kelayotgan bu zulmning Allohning bir sanaqa. Men bu necha yil burildim. Ben ata-anamdan razılık aldım. Eğer ata-anam, ya Allah, ya ata-anam, sizler eğer men sebeplik bir zulüm kep kalsa, bunu sizler neme dep düşünüyorlar. Bir sınaq dep düşünüyorlar. Biz bu sınamayılmayım turup cennetke kirenmeymiz. Sizler bunu yaxşı bilisizler, sizler bana bunu şunu üyetken. Allah'ın kalamını şunda izahlap üyetken. Biz sınalmay turup, biz çoğu her xil imtihanlığa kirmey turib Allah'ın cennetiga müyesser bulanmaymiz qarindaşlar. Bu bir sınaq biz üçün. Bu musibetli bizim üçün bir sınaq. Şu muşundaq sebepten Xitay urtuqallarımız besim qılıdı, urtuqallarımız azaplanıdı. Biz bir yerde turib azaplanımız. Bunun da karşı Allah Teala bu kimden tileydi medetini bu? Menden alamdı bu ruhni kimden aladı? Allah bizim bu sınavadı. Bunu biz sınaq. Onun için çoğu bu sınaqdan layiqat üçün Cenab-ı Allah'a yenilişimiz gerek. Cenab-ı Allah'ın bizge üyetkiniga, Kur'an-ı Hadis'e mehkem ilişimiz gerek. Ve onu hayatımızı tetbiqlişimiz gerek qarindaşlar. Hayatımızı tetbiqlişimiz gerek. Onu okup koyup, dizip koygan bilen faydası yok o Kur'an ne? Hayatımızı tetbiqlişimiz gerek. Onun için qarindaşlar, şu şekilde hem de Allah'ın izni bilen biz bu Xitay tecavüzçülere karşı özümüzden bütün imkaniyeti bilen paş kılışımız, aşkarlışımız gerek. Anın dinkinço degende biz dünya ve bu şu sebeple bilen ço özümüzü hem rahat tapımız hem ço ulanı kurtulduruş için hareket kılgan bolumuz qarindaşlar. Çünkü biz ulunu aşkarlamasak bizning imkoniyatimiz yok berip hazır ulunu kurtuldurup çıkıdığan. Ya iqtisadımız yok Xitay pul bilen demede fakat yok olsa mani yo'qitib bo'lsam dedi. Yevropa, Türkiye ve başka dünyanın her qaysi yaşayotgan Uyg'ur sengulini yo'q qilma deylik ya. Hem ba'zilarimizga mush ushur vositalar orqali texe pishni pasat, har xil nimamizni xunuklashtirish obro'yimizni va yoki u bu shaklda harakat qilayotganligi aniq ya qarindoshlar. Texe biz ularni tugitib bo'lashmi, tugatmay turiblar bizni tugitishga oldiradi ya ular. Hozir ma'lumotni kontrol qilib bo'ldim. Sharq Turkistonning ishidagi Uyg'urlarning hammani kampga solab. Ama ma sirtgili biraz imkoniyati valla YouTube chiqib so'zlab olib bordi. O WhatsApp chiqib so'zlab olib bordi. U yerda bir uchur taqib qo'yib, ma boshqa dunyodagi boshqa xalqaro uchur vositalardan foydalanib bizga besim olib kelyapti. Bizning obro'yimizni, bizning dunyoda men ikkinchi cho'ng kuch deb vaqirayotganligimizni bizga besim qilyapti deb bizga tahdid silyapti ya qarindoshlar. Uning uchun biz shuni unutmaylikki, Sharq Turkiston ichidagi xalqimizning bugungi kuni bizning hayotimiz bo'ladi. Uning uchun biz o'zimizni qutuldirishimiz kerak, Sharq Turkistondagi shu xalqni qutuldirish kerak. U xalqni qutuldurishning birinchi kuchi biz zulmni oshkorlash, pash qilish, qo'limizda nim bo'lsa shuni qilish, chiqalaydig'imiz ekranga chiqish kerak. Hammamizning chiqish shart emas. Chiqalaydig'imiz qog'ozlarimizni yezish, dalil isbotdan cho'q qo'limizga ba isbotlarni oshkorlashimiz kerak. Mahbuslarni oshkorlash, mahbuslarninki hozir tutilayotgan qarindoshlarımızın amaliy ahvolini buni mana degan shuna 15 kun qoldi qarindoshlar. 15 kun ichidan burun, ya'ni 10 kungacha mushunaq materiallarni ta'minlab berishimiz kerak. Bunun uçur vositalari nimada bor? Dunyo Uyg'ur qurultoyidan
buni tashkillab ma'lum nimalar qilyotidi qarindoshlarimiz. Bo'lmasa Facebook qilib mani uchurni kimga beramiz desangiz bo'ldi. Biz bilan aloqalashsangiz bo'ldi. Norvegiyadagi Baxtiyor Umar bilan aloqalashsangiz bo'ldi. Amerikadagi Zubayra xonim bilan aloqalashsangiz bo'ldi. Kim bilan aloqalashsangiz dunyo qurilidagi bu uchurlarni dal joyiga nima qila olasizlar qarindoshlar. Buning uchun mushundaq ishlarga sal qaramayli. Bundaq ishlarda o'zimizni qo'rqatmayli, o'zimizni yukitmayli. Xitoy tajovuzchilarining cho'ng eng ashaddiy dushmanimiz ekanligini, ularning bizga dushmanlik qilayotganligini, ularning bizning sababimiz emas, Xitoy tajovuzchilarining tajovuzlik sababidan bu kunni ko'rayotganligimizni unutmaylik qarindoshlar. Uning uchun bu shaklda o'rtaq bir tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. O'zimizni isloh qilishimiz kerak. O'zimiz bu yo'lda men nima qila olaman deganda doim o'zimiz savol qo'yib tursak, inshaalloh yaxshi bo'ladi deb qarayman. Oxirida hammangni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.